Biz qaynonamning qo'llaridan qop-qora ramyon yeymiz va bodringli salat. Qaynonam bilan qora ramyon yemoqchi edik. Qaynonam boshqa ramyon yegisi kelyapti ekan. Shunga sen birinchi qora ramyon ye deb tayyorlab berdilar. Buni tayyorlashiga yeyish kerak-da, qaranglar, tutuni chiqib yotibdi. Sovigandan keyin yesa vashi bemaza bo'ladi. 뭔가 신이 있다. Bodring salati bilan ham zo'r ketar ekan. Bu ramyon esa qaynonam ramyoni baliq xamiri qo'shilgan, baysiq. Koreyada karislar ramyon yeganda kimchisiz yemaydi.